sizlarga savol. Shariatni bilasizlar, hukmni bilasizlar. Masalan, oddiy haligi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrida 3 kishini hajr qilindi. 50 kun hech kim ular bilan gaplashmadi. Hajr qilgan paytda ular la ilaha illalloh Muhammad rasululloh demay qo'yuvdi. Baxtiyorjon, sizga savol. O'sha hajr qilgan voqeasini eslaysizmi? 50 kun 3 ta odam bilan hech sahobalar salomlashmadi, ham gaplashmadi. Nima edi ularda aybi? Jihodga chiqmay qoldi, xolos. Boraman deb turib, bir narsa bilan shug'ul bo'ldi-yu, borolmay qoldi. O'shalarni har kim kofir o'rniga chiqarib qo'ygan holatda salom alaykum to'xtatdi ular. Ularga foyda bo'ldimi shu yo'qmi? Foyda bo'ldi. Hamma hajr qildi, salom alaykum deb qo'ygandan keyin ko'zi ochildi ularni, tavba qildi. Hatto shunaqa tavba qildiki, Alloh taolo ularni maqtab, mana shunday tavba qilinglar. Ularni tavbasini namuna qilib ko'rsatdi. Mana shunday solihlar bilan bo'linglar deb turib, ularni solihlarni ham eng namunasi qilib ko'rsatdi Alloh. Shunaqa chiroyli tavba qildi. Bizni hozir Farhodda hajr qilgan bo'lsak, maqsadimiz o'lib ketsin emas. Hozirni. Hajr qilaylikki, ko'zi ochilsin. Biz hajr qilsak, siz meni birodarim desiz, siz meni birodarim desiz, gaplashib yuraversangiz. Hajr nima bo'ladi? Shariatga bir g'ayratlaring bormi, yo'qmi? Shariat toptalib ketsa-yu, bitta birodarni tutib qo'yasizlarmi? Shariatni tutib qo'yasiz. Hajr qilishdan maqsad nima edi? Odamning ko'zi ochilsin, yana tavba qilsin, yana qaytsin jamoatga. Ya'ni bizni qilayotgan ishimiz shariatdan tashqari bo'lib chiqqan yo'q. Buni hajr qilmasa iloji yo'q. Agar sizlar ham birodarlaringga rahmlaring kelsa, ertaga jahannamda kuyishni xohlamasalaring hajr qiling. Birodarim deb yuraversalar, biz bu yerda hajr qilsak, hajr qilganimiz qayerda qoladi? Bu qachon u haqqa qaytadi? Qachon?